qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgunda hukumat televiziyasining programmasida ko'rishlarini qizg'in qarshi olamiz. Men o'g'limni xalqimning hurligi uchun tug'dim. Bizning jinimiz bizdan burun bu da'vo uchun jinini qurbon qilganlarning jinidan qimmatlik emas. Bizdan keyingilarning hur yashash uchun biz jinimizni beramiz degan Keysha ananing o'g'li. Sharq Turkistonning mustaqilligi, Sharq Turkiston xalqining hurlik ko'rishining simvollik qismi. Shundaqla Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun Xitoy tajovuzchilari va Rossiya hokimiyatiga qarshi kurash qilgan boshlamchilarning biri. 1899-yili Altayning Ko'kto'qay noyasida O'tiral qozoq oilasida dunyoga kelgan Osman Islom o'g'li egiz baslik vujudi, qo'rqmas ro'yi bilan haybatlik, kuchlik edi. U ko'p so'zlamaydi, ammo so'zlaganda har kimning diqqatini o'ziga jalb qiladi. Rahbarlarga xos salofatga ega edi. Batur uning kurashdagi mardonaligi va pamparasligiga qarata berilgan uningga loyiq bir unvon edi. U bolaligida diniy ta'lim-tarbiya oldi. 12 yoshga kirganda u urush mahoratlariga havas qilganligi uchun Bo'ka Batur tarafidan tarbiyalandi. Xitoy tajovuzchilarining zulmiga qarshi direngan Bo'ka Batur uning ham ustozi, ham do'sti, ham qarindoshi edi. Bir kuni biz Xitoy tajovuzchilarining soni taklamakan qum donchisidek ko'p bo'lsa-mu, cho'lning u tarafiga qo'g'laymiz, deb ta'lim beradi u Osman Baturga. Xitoy tajovuzchilari Bo'ka Baturni shahid qildi. Osman Baturning qalbi intiqom o'ti bilan yondi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondagi zulmni borgan sari avjiga chiqardi. Turklarni vahshiylik bilan o'ldirdi. Madaniy yodgorliklarni oyoq osti qildi. Mal-mulklarni musodir qildi. Osman Batur 1940-yili 12 fevral kuni Sarogaydagi Aktaji masjidiga qilingan hujumdan keyin Iris va Isimxon boshchiligida Xitoyga qarshi qo'zg'algan qo'zg'olonga qatnashdi. Tajovuzchi Xitoy doiralari Osman Baturning dadasi Islombeydan qurol yig'ish va yetkazishni talab qilganda, Osman Batur qurolni bermadi va bugun qurolni bergan kishi ati jinini beradi. Nochi bo'lsa kelib elib kessin qani, deb tarixning oltin sahifasiga yozildi. Urumchidagi hukumatning 1940-yili Ruslarga Altayda kam chorlashga ruxsat qilishi isyon o'tini lavuldatdi. 1940-yili 5-oyning 10-kuni Osman Baturning buyrug'i bilan Altayga o'rinlashgan nurg'unlagan ruslar Xitoylar etib etildi. 1941-yili oktyabrdan boshlab u milliy qo'zg'olonning rahbarlik huquqini o'z ustiga oldi. Garchi Xitoy va ruslar bu qo'zg'olonni bostirish uchun barliq kuchlarini safarbar qilgan bo'lsa-mu, ammo natija qozona olmadi. 1943-yili 6-oyning 22-kuni Bulgunda o'tkazilgan murosimda O'ri Altay tashkiloti kengashi Osman Baturga Altay burkiti, Batur unvonini berdi. Zamonaviy qurollangan nurg'unlagan Xitoy tajovuzchi qo'shinlariga taqobil turish haqiqatanmi tez edi. 1951-yili fevraldagi Xitoyning harbiy hujumi natijasida asirga ilingan nurg'unlagan masum turklar ichida uning qizimi bor edi. Osman Batur 200 kishilik Xitoy qo'shiniga qarshi o'z oldiga hujum qildi. Dushmanga qaqshatqich zarba bergan bo'lsa-mu, ammo o'q dorisi tugab asirga tushdi. Zindonga tashlanib chidag'siz zulmga uchirdi, ammo hech bosh egmadi. Xitoy tajovuzchilari uni atqa mindirib, Urumchi ko'chalarida Sharq Turkistonni qutqizaman degan odamning holini ko'r deb sazoyi qilib, xalqni qo'rqitishga urindi. Osman Batur elib kirilgan har ko'chada men o'lishim mumkin, ammo mening xalqim hurlik uchun adoqcha kurash qiladi deb vaqirab, Xitoyning yuragini jig'ildatib, xalqqa madad berdi. Osman Baturning ayoli, oilasi va bolalari Xitoy tajovuzchilari tomonidan rəhimsizlarcha o'ldirildi. Sharq Turkistonning mustaqilligi, Sharq Turkistondagi turk xalqining erkinligi uchun jinini fido qilgan Osman Batur 1951-yili 29 aprel kuni Xitoy tajovuzchilari tomonidan avval quloqlari, undan qo'llari kesildi. Maydonga majburiy elib kelingan xalq takbir aytdi. Xitoy tajovuzchilari Osman Baturni o'q tutdi. U Allohu akbar dedi va xuddi namoz qilayotgandek yukindi. Orqadan peshonasi sajdaga bordi va shahid bo'ldi. U eng go'zal maqomga erishdi. Osman Baturning tajovuzchi Xitoyga qarshi qo'zg'olonlari va Baturani kurashlari uni Sharq Turkiston mustaqillik kurashining nufuzli shaxsiga aylantirdi. Osman Batur Sharq Turkistondagi turk xalqlari uchun shonliq bir ulgu tikladi. Sharq Turkiston xalqi toki Sharq Turkiston mustaqil bo'lib, hurlikka erishmaguncha Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurashdan asla voz kechmaydi. Sharq Turkiston bir kuni mustaqillikqa, Sharq Turkiston xalqi hurlikka erishidi. Şehitlerimizning ro'yi shod bo'ladi. Yashasin Sharq Turkistonning mustaqilligi.
Hürmetli görürmenler, kelar qıtımqı programımızda görüşkice Allah'a amanet boğaysızlar.